Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Lazgi 3-chi xalqaro raqs festivali ishtirokchilariga tabrik so'zini o'qib eshittirish uchun safdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Shavkatovna Mirziyoyevani taklif etamiz. 3000 yildan ziyod shonli tarix va madaniyatga ega bo'lgan xalqimiz qalbini, uning nafis tuyg'ularini hayratlanarli darajada nozik harakatlar orqali ifoda etadigan noyob san'at durdonasi Lazgi nomi bilan ataladigan xalqaro raqs festivali turli elu elatlar o'rtasida samarali madaniy muloqot maydoniga aylanib borayotgani barchamizni albatta xursand qiladi. Ezgu maqsadlarga xizmat qilayotgan xalqaro festivalning nufuzi kelgusida yanada yuksalib, u jahon madaniy hayotida munosib o'rin egallaydi deb ishonaman. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.